Bugungi mehmonimiz yana bitta Cobalt kelgan. Bunda ham shu muammo. Stoyka stabilizator ovoz berib qo'ygan. Ikkala tomoni ham. Cobaltlarda ko'p muammo bo'lyapti. Stoyka stabilizator o'ng tomondan rulovoy reka taqillab ovoz chiqib qolyapti. Mabodo uzoqda bo'lsanglar, shunaqa ovozlar topmoqchi bo'lsanglar, agar shunaqa ovozlar chiqib qoladigan bo'lsa, birinchi ustaga stoyka stabilizator bilan rulovoy rekani ko'ring deb aytib qo'ysanglar, sal osonroq topiladi ayblari. Asosan o'sha stoyka stabilizator bilan rulovoy rekadan chiqyapti. Ishonamiz, Abu mexanik. Bemalol kutamiz, kelinglar, ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Like bosib, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Manzilimiz Paxtaoboddan kelaverishda Uchko'zani gaz zapravkasi bor. Gaz zapravkani ro'parasida Abu mexanik.